Alloh taoloning Rauf va Rahim degan sifatlari qalblarga jo bo'lgan janob Rasululloh butun umrlarini siz bilan bizga baxshida qilib yuborganlar. Yo masalan, ya azob chekdim menga bo'lmasa ekan deb aytmadilar. Shuning uchun Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam to'g'risida tangli qiyomatda astaizu billah la yatakallamuna, tangli qiyomatda hamma turibdi, hech kim so'zlamaydi. Illa magar so'zlaydi man azina lahur rahman, kimga izn bersa Rahmon sifatli Alloh taolo o'sha so'zlaydi. Va yana janob Rasulullohga izn bo'lar ekan. Ey meni habibim, gapirdir ekan tangli qiyomatda, nima deysan? Parvardigorim, meni ummatim jannatga kirmaguncha men jannatga kira olmayman. Ummatim jahannamda azoblansa men jannatda qanday rohat qilaman? Menga va'dang bor edi. Ummatingni, ya'ni ummatingga shafaat qilasan degan izn berilishi menga aytilindi. Shafaat izmini menga bergin Allohim deganda, meni so'zim haq. Ey meni habibim, ummatingni chaqir va jannat sari yetaylar olib ketgin deganda, ya ummatim deganlarda Allohu akbar deb o'rnlaridan turib bir-birlarini sevinch yoshlaridan tabriklab, ya'ni guruh bo'lib janob Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam orqalaridan jannat sari yetalarib ketaveradilar. Va shu so'zni esingizdan chiqazmanglar. Ya Rasululloh, 124 ming payg'ambar bo'lsa, ularning soni sanoqsiz ummatlari bo'lsa, ummatingizni qattan tanib olasiz deganlarda faqat tahorat izlaridan degan ekanlar. Bizga Alloh taolo tahoratni ibodat maqomida bergan, tahorat qilgan izlaringizdan nur chiqib turar ekan, mana ummatimdir ekanlar. Betahorat, benamozlar chinqirar ekan, ya Rasululloh, men sizni davringizda keluvdim. Tahorat yo'q, izi yo'q. Xamirdan qilich sug'urgandek farishtalar sekin-sekin sug'urib jahannamga olib borib ketaverar ekan. Ya'ni janob Rasululloh uyalib qolmasinlar deb. Shuning uchun bitta shior umrbod esingizdan chiqazmang. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "At-taharatu miftahis solah va innas-solata miftahil jannah." Tahorat namozning kaliti. Namoz bu jannat kaliti. Tahorat yo'q, namoz yo'q, jannat yo'q. Shuni unutmang. Biz bandalikka kelganmiz. Abdu degani qul degani. Ruslarda ham aytuvzu ali rabboji deb, rabbochi degan so'zdan olingan. Biz Alloh taologa qulchilikka kelganmiz. Qo'limizdan kelgancha ibodat qilib Allohni rozi qiling. Mehnat qilsangiz mehnatingizga baraka, xonadoningizga nur, barakat, tanajoningizga salomatlik ato qiladi. Meni deganlarni deydi Alloh, men yo'qlayman. Salom alaysiz qolmaydi. Sizlar salom beringlar, men sizlarga mukammal oliy ali olam